Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, xayrli tun kim qachon ko'rsa. Mana bebaho kuzatuvchilarim, bugungi darsligimizni ancha oldin o'zim sizlarga go'lsli video qilib qo'ygandim, lekin hammasi qo'yilmagan ekan. O'shaning uchun boshqatdan chiroyli qilib ko'rsatib, tushuntirib, yozib darsligimizni ko'rsatib bergim keldi. Yuzlari to'mliroq ekan, biz ozginagina svetliroq ton tanladik va bo'ynalari bilan ishlab tonlarni ozgina ochroq qilib oldik. Konturlarni hisobiga yuzlarini sal ochroq qilsak, o'ziga konturlarni rastushofka qilganimizda ranglari yana chiqib keladi. Qulon tepa qismidan burun holatigacha, burunni ikki chet holati va dahan qismi, lavi ikki chet holatiga konturlarimiz, korrektorlarimizni chizib oldik va kistichkalarni o'zlarini razmerlariga mos holatda tanlab, pomadadan foydalanib rastushofkalarni chiroyli qilib yoyib oldik. Qanchalik rastushofkani chiroyli qilsak, shunchalik skulalar chiroyli shaklda, rumyani holati chiroyli shaklda chiqib keladi. Dahan qismlarini va burunni ikki chet holatini ham chiroyli qilib rastushofka qilib oldik. Svetli konsilerlarimiz ko'zi teg holatiga, yana gubkaga burunni ustki qismi va ko'z ustki qismiga chiroyli qilib chizib chiqib, gubkamiz bilan yotqizdik. Rassipchатый pudralarimizdan foydalandik. Yuzni barxni quruq holatiga keltirdik. Rumyani berdik, highlighter berdik. Ko'pchilik birinchi ko'zni tayyorlab oladi, yana ko'pchilik yuzni tayyorlab oladi. Hamma o'ziga udobniy bo'lgan texnika bilan ishlaydi. Menga birinchi yuzni tayyorlab olish juda ham udobniy. Agar yuzga qo'l bilan teginib ishlaydigan masterlar bo'lsa, birinchi ko'z tayyorlab olgan udobniy. Mana ko'zga svetli tellarimizni surdik va chuqur holatiga to'mliroq bo'lgan ranglardan sekin-sekinlik bilan eng svetlisidan boshlab rastushofka qilishni boshladim. Ingichka kistda yana chuqur holatiga to'mliroq bo'lgan kistimizni, tenimizni ingichka kist bilan rastushofka qilib, teg holatini ulamasdan turib, tepaga yo'naltirib rastushofka qilib chiqdim. Va tegini konsiler bilan chizig'ini ajratib olaman. Tegini ulamasdan, tegini ko'zi tugagan holatidan ajratib, konsilerimiz bilan rastushofka qilib chizib chiqdim. Bu texnikani ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. Ko'z ochuv chiroyli holatda bo'lsa, bu texnika chiroyli ko'rinadi. Qovoqli texnikalarga sal qiyinroq bo'ladi. Bu yoq ko'zni ham konsiler bilan ochib oldik va konsiler bilan ochib olgan tarafimizni to'mli tarafiga svetli prozrachniy kleylarimizni bir chiziq qilib chizib oldik va glitterlarimizni ingichka kistda yopishtirib chiqamiz. Shunda bu o'zgacha joziba, o'zgacha chiroy beradi. Buni xohlasanglar ko'zni svetli toniga blesk beringlar, xohlasanglar to'mli toniga. Ikki tarafda ham baribir chiroyli ko'rinadi. Podvodkalarimizni uzunroq holatda chizib oldik va chizib olgan podvodkamizni ozgina uchini rastushofka qilamiz. Uchliroq qilib chiqarganimizdan keyin uchini orqaga qarab yo'naltiramiz. Va shu yo'naltirgan tarafimizni ozginagina kistichkada rastushofka qilamiz. Bu ko'zlarni ham xuddi shu holatda chizib olamiz va tush bilan kipriklarini tepa tarafga ko'tarib olamiz. Har doim bilasizlar, bizning texnikada birinchi tush qilib olinadi va keyin kiprik qo'yiladi. Kipriklarimizni har doimgidek bitta u yoqqa, bitta bu yoqqa qilib terib chiqsak, kipriklarimiz tekis holatda chiqadi, qiyshiq qing'ir chiqmaydi, bir pasda qotib oladi. Qoshlarni ham gel yordamida yo'nalishini yuqoriga qaratib oldik va pomadkadan foydalanib, qosh pomadkasidan ingichka kist bilan qoshlarini, tolalarini tabiiy ko'rinishda qilib, ingichka qilib tolalarini chizib oldik. Lablarini ham o'zlarining formalariga mos holatda ozginagina puxlinkiroq qilib chiqarib, o'zlariga yarashadigan rangdan foydalanib, lablarini bo'yab chiqdik. Mana bebaho kuzatuvchilarim, bugungi darsligim sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlarga qanchadir foydasi tekkan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. O'rgatganlarim har doim yaxshilikka, xayrlikka xizmat qilsin va yana yaxshi kunda ko'rishguncha omon bo'linglar.